Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz norematik karditlarga bag'ishlanadi. Norematik karditlar nomidan ma'lum, demak revmatizmga bo'lmagan yurak yallig'lanishi kasalligi hisoblanadi. Norematik kardit bu yurak, mushak, miokard va yurak klapanlarining revmatizmga bo'lmagan yallig'lanish kasalligi deb yuritiladi. Bu kasallik yurak faoliyatini izdan chiqarishi va og'ir yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Norematik karditlar har qanday yoshda uchrashi mumkin. Biroq ayniqsa ilk yoshdagi bolalarda ko'proq uchraydi va o'g'il bolalarda, demak qiz bolalarga nisbatan ko'proq uchrashi mumkin. Etiologik omillar, demak norematik karditni kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omillar. Bu asosan infeksiyalar hisoblanadi. Infeksiyalar, demak infeksiyalar turiga kiruvchi barcha viruslar, bu koksaki, paragripp, gerpes, eng ko'pi sitomegaloviruslar, adenoviruslar, enteroviruslar sabab bo'lishi mumkin. Bakteriya turlari, yersinia, stafilokokk, streptokokk, difteriya va hokazo bakteriyalar bu jarayonda ishtirok etishi mumkin. Bundan tashqari zamburug'lar, parazitlar ham bu kasallikni chaqirishi mumkin bo'ladi. Demak infeksiyalardan tashqari demak dori vositalari, vaksinalar, allergik jarayonlar va fizik, ximik jarayonlar ham karditni chaqirishi mumkin bo'ladi. Demak bundan tashqari idiopatik norematik kardit ham tafovut etiladi, ya'ni bunda etiologik omili noma'lum bo'ladi. Demak patogenezi bo'yicha infeksiyalar demak yallig'lanish chaqiradi. Yallig'lanishlar to'g'ridan to'g'ri yurak to'qimalariga ta'sir qilishi mumkin. Jarayon yurakni bitta qobig'ini yoki bir necha qobig'ini zararlanishi bilan kechishi mumkin. Demak yurakni barcha qobiqlari zararlanadigan bo'lsa, biz pankardit deb yuritamiz. Yallig'lanish jarayoni nafaqat yurakni qobiqlariga, u demak yurak klapanlariga va o'tkazuvchi tizimini zararlanishiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Demak norematik karditni bilan tasnifini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak tasnifi birinchi bo'lib 1984-yilda Belakon tomonidan tavsiya qilingan tasnifdan foydalanamiz. Unga ko'ra, demak norematik karditlar kelib chiqishiga ko'ra tug'ma, ya'ni tug'ilgan zahoti, bolani tug'ilgan zahoti bilan namoyon bo'lishi mumkin yoki hayoti davomida orttirilgan bo'lishi mumkin. Demak, etiologik omiliga boya aytganimizdek, bu viruslar, bakteriyalar, parazitlar, dori vositalari, vaksinalar, fizik va ximik omillar oqibatida rivojlanadigan karditga bo'linadi. Demak, kechishi bo'yicha, ya'ni klinik kechish jarayoni bo'yicha karditlar o'tkir kechishi mumkin 3 oyga qadar, 18 oyga qadar o'tkir ostida kechishi mumkin va 18 klinik belgilar 18 oydan ortiq kechadigan bo'lsa, bu surunkali norematik kardit deb yuritamiz. Yurak yetishmovchiligi shakli va bosqichiga ko'ra u chap qorinchani zararlanishi bilan kechishi mumkin yoki o'ng qorinchani zararlanishi bilan kechishi mumkin yoki butun yurakni barcha strukturalarini zararlanishi bilan kechishi mumkin. Bunda biz norematik karditni total kechishi deb yuritamiz. Demak, asoratlari va oqibatlari albatta jarayonni kechishiga va bolani immun tizimini holatiga bog'liq bo'ladi.
u asoratlar kardioskleroz shaklida, miokard gipertrofiyasi, ritm buzilishlari, o'pka gipertenziyasi, klapanlar apparatlarining zararlanishi, konstruktiv mioperikardiit va tromboembolik sindromlar bilan kechishi mumkin bo'ladi. Demak, klinik belgilar, qanday klinik belgilar bilan norematik kardit namoyon bo'lishi mumkin? Eng ko'p uchrayotgani demak bu bezovtalik, tez charchash, holsizlik, yotoqchilash, yurayotgan paytda tez charchab qolish bo'lishi mumkin. Ko'krak sohasida og'riq, yurakni tez urib ketishi, taxikardiya shaklida yoki bradikardiya shaklida yoki ritmi buzilishlari bo'lishi mumkin. Har xil turdagi ekstrasistoliya shaklida kechishi mumkin bo'ladi. Va bu belgilarga yana tana haroratining ko'tarilishi ham bo'lishi mumkin. Demak, erta tug'ma kardit qachon rivojlanadi? Erta tug'ma kardit homilador ayolning homilador ayol 3 va 7 oylarida infeksiya har qanday infeksiya o'tkazadigan bo'lsa yoki masalan virusli infeksiyalar o'tkazadigan bo'lsa, demak homiladorlikning 3-7 oyida demak bola erta tug'ma kardit bilan tug'ilishi mumkin. Demak, erta tug'ma kardit bola bilan tug'ilganida boladagi klinik belgilar uning tug'ilishi bilan namoyon bo'ladi. Bunda bola kam tana vazni bilan tug'ilishi mumkin va uning tana vazni asta-sekinlik bilan kam ortishi yoki ortmasligi ham bo'lishi mumkin. Bunda bolada emayotgan paytida tez charchab qolish, emayotgan paytida lab va burun uchburchagida sianoz belgilari, butun terisida rangparlik yoki akrosianoz belgilarini ko'rishimiz mumkin yoki emishdan bosh tortish, afoniya, ya'ni ovozni yig'layotgan paytida juda ham chillab, ovozsiz yoki xirillab chiqishi kabi belgilarini kuzatishimiz mumkin. Bola ko'p yotoqchilaydi, ko'p uxlaydi. Demak, vaqtida emishga uyg'onmaydi. Bu bola demak holsiz bo'lib, vaznga ham qo'shmasligi kabi belgilari bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi kardial belgilarga keladigan bo'lsak, demak bolada sekin yurak chegaralarini kengayishi, yurak cho'q turtkisini demak yo'qolishi, yurak tonlarini bo'g'lashishi yoki har xil turdagi aritmiyalarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bunday kardial belgini albatta instrumental tekshiruvlar o'tkazgan paytimizda aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Kech tug'ma kardit rivojlanadigan bo'lsa, ya'ni homilador ayolni 7 va 9 oylarida qanaqadir o'tkazgan infeksiyalar natijasida rivojlanishi mumkin. Bunda bola normal tana vazni bilan tug'ilishi mumkin, biroq keyinchalik vaznga kam qo'shishi yoki qo'shmasligi holatlari kuzatilishi mumkin. Bunda klinik belgilar albatta asta-sekin rivojlanadi. Bolani birinchi oylaridan va keyinchalik oylarida bolada demak bezovtalik, tez charchash, ko'p uxlash, gipodinamiya holatlari, emayotgan paytida demak lab va burun uchburchagida ko'karishni paydo bo'lishi, keyinchalik vaqt o'tib yurak sohasida yurak bukriligini paydo bo'lishlari, ya'ni ko'krak qafasini turtib chiqishi kabi belgilarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bunda demak kasallik kechishiga ko'ra, ya'ni o'tkir osti ketishiga qarab klinik belgilar shunday tezlikda rivojlanishi mumkin. Agarda jarayon o'tkir kechadigan bo'lsa, bu
klinik belgilarni bolaning birinchi oylarida, birinchi, ikkinchi oylarida kuzatishimiz mumkin. Agar o'tkir osti kechadigan bo'lsa, demak 3-chi, 4-chi, 5-chi oylarigacha ham cho'zilishi mumkin bu klinik belgilar. Endi surunkali kechadigan bo'lsa, undan ham ko'proq vaqtga bu klinik belgilar asta-sekin rivojlanishi mumkin. Demak, o'tkir asosan bolalarni 3 oygacha bo'lgan bolalarda ko'proq uchraydi. Bu yerda ham sustlik, yo'tal, rangparlik, ko'ngil aynashi, nafas qisishi, yurak yetishmovchiligi kabi belgilarni ko'rishimiz mumkin. Albatta, instrumental tekshiruvda EKG, FKGda demak yurakdagi bo'lgan o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, rentgenografiya, ekokardiografiya qilganda yurakdagi barcha o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda endi EKGda asosan chap qorincha yetishmovchiligi, o'ng qorincha yetishmovchiligini ko'rishimiz mumkin, ritm buzilishlarini, ekstrasistoliya belgilarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Rentgenografiyada demak yurakni demak sharsimon, trapetsiysimon kabi shaklga kirganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Orttirilgan kardit bolani turli yoshida paydo bo'lishi mumkin. Asosan o'tkazgan infeksion kasalligidan keyin rivojlanadi. Ya'ni infeksion kasallikdan keyin, ya'ni infeksion jarayoni o'zida emas, u biroz vaqt o'tib demak rivojlanadi. Klinik belgilar bu 1 haftadan keyin bo'lishi mumkin, 1 oydan keyin bo'lishi mumkin yoki 2-3 oy orasida bo'lishi mumkin. Bu yerda klinik belgilar asta-sekin rivojlanadi. Albatta, kasallikni kechishiga ko'ra, demak o'tkir bo'ladigan bo'lsa, bu kasallik klinik belgilari tez rivojlanadi. O'tkir osti kechadigan bo'lsa, demak asta-sekin rivojlanadi va surunkali kechadigan bo'lsa, albatta bu belgilar birin-ketin paydo bo'lib, birin-ketin yuzaga kelib, bemorni demak yurak yetishmovchiligiga olib kelishi ham mumkin bo'ladi. Demak, bularda ham bolalarda tez charchash, holsizlik, terisini rangpar bo'lib qolishi, tez har xil kasalliklarga chalinuvchan, pnevmoniya kabi belgilarni bolada ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qo'shimcha, ya'ni qo'shimcha kasallik sifatida ya'ni o'sha masalan pnevmoniya bilan bemor kasalxonaga tushib qolgan taqdirda, demak unda yurak yetishmovchiliklari ham aniqlanishi mumkin bo'lgan holatlar ham bo'lgan. Demak, bu bemorlarda yurak sohasida og'riq, yurak chegaralarini kengayishi, agarda jarayon surunkali kechadigan bo'lsa, keyinchalik yurak bukirligini, ya'ni ko'krak qafasida yurak bukirligini paydo bo'lishi kabi belgilarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yurak cho'qqi turtkisini demak har xil tomonga siljishi yoki yo'q bo'lib ketishi, ya'ni yurak kattalashishi hisobiga yurak cho'qqi turtkisini demak bilinmay qolishi kabi belgilar ham aniqlanishi mumkin bo'ladi. Surunkali kardit asosan 7 yoshdan katta bolalarda uchraydi. Bu yerda demak belgilar, bu yerda ham demak tez charchash, masalan jismoniy yuklatmadan keyin yurak sohasida og'riqlar, yurak tez-tez urib ketishi yoki hushdan ketish kabi, tutqanoq kabi belgilar bilan ham rivojlanish, ya'ni kasallik klinik belgilari namoyon bo'lishi mumkin. Surunkali shakli uzoq davom etadi va turli bosqichlar va yurak to'qimalaridagi o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi. Tekshiruv diagnostika usullari. Demak, albatta anamnez yig'ishimiz kerak. Anamnez yig'ayotganimizda bolani o'tkazgan infeksiyalar haqida surishtirishimiz kerak.
bu infeksiya qanaqa o'tdi, ya'ni tana haroratini ko'tarilishi bilan o'tdimi, tomoq og'rishi bilan yoki qanaqadir toshmalar toshishi bilan o'tdimi bilan albatta ota-onasidan yoki o'zidan surishtirib bilishimiz kerak. Albatta bemor auskultatsiya, perkussiya, palpatsiya qilinadi. Auskultatsiyada yurak tonlarini bo'g'lashganini ko'rishimiz mumkin, yurak cho'qqi turtkisini siljiganini ko'rishimiz mumkin yoki uni aniqlanmayotganini ko'rishimiz mumkin, ritmlarini o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta qon tahlilini olamiz va u yerda yallig'lanish mediatorlarini aniqlaymiz. S-reaktiv oqsil, troponin, ya'ni yallig'lanish mediatorlarini aniqlashimizga to'g'ri keladi. Demak, autoimmun testlar qilamiz. Albatta instrumental laborator tekshiruvda elektrokardiografiya, fonokardiografiya, exokardiografiya, rentgen usullaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Davolash albatta klinik kasalxona sharoitida olib borilishi kerak. Bemorga yotoq tartib tayinlanadi. Albatta parhez, yurak yetishmovchiligiga qarab parhez tayinlanadi. Ya'ni parhezda albatta vitaminlar va kaliyga boy bo'lgan mahsulotlar ko'p bo'lishi kerak. Endi medikamentoz davoga albatta yallig'lanishga qarshi bo'lgan preparatlar tayinlanadi. Bu indometacin, diklofenak, ibuprofen bo'lishi mumkin. Og'ir holatlarda glukokortikosteroidlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Yurak yetishmovchiligi rivojlanganda, demak, simptomatik davo choralari demak, glikozidlar, diuretiklar, yurak ritmini sozlovchi preparatlar berishimiz kerak bo'ladi. Albatta kasallikni etiologiyasiga ko'ra, agarda bu virusli etiologiyali bo'lsa, bu virusga qarshi preparatlar, infeksiya bakteriyalar bilan chaqirilgan bo'lsa antibiotiklar, parazitlar bilan chaqirilgan bo'lsa antiparazitlar davo choralari qilinadi. Davolash reabilitatsiya bosqichida bemor albatta dispanser kuzatuviga olinadi va 2-3 yil davomida bu bemor albatta kuzatib borilishi kerak va unga har oyda elektrokardiografiya, exokardiografiya, qon tahlillari qilinib borilishi kerak bo'ladi. Surunkali infeksiya o'choqlari bo'lsa, uni albatta bartaraf etilishiga to'g'ri keladi. Emlash, ya'ni emlashlar kasallikni o'tkir va reabilitatsiya jarayon paytida albatta qilinmaydi. Kasallik demak orqaga chekinganidan keyin 3 yil o'tib emlashga ruxsat beriladi. Davolashda demak reabilitatsiya sharoitida demak bolalarda infeksiya o'choqlarini bartaraf qilish va LFK muolajalaridan tavsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bemorni chiniqtirish, immunitetini ko'tarish talab etiladi. Kasallik demak yurak toma nuqsonlari bilan revmatizmdagi bo'lgan yurak yetishmovchiligi bilan har xil ekstrakardial aritmiyalar bilan miokardiya distrofiyalar bilan differensial tashxisot qilinishi kerak bo'ladi. Profilaktika uchun albatta infeksiya o'choqlarini bartaraf qilish, autoimmun kasalliklarda albatta demak bilasizlar, autoimmun kasalliklarda albatta nazorat qilinadi. Bemorlarda o'zini dorilarni vaqtida ichib yurish tavsiya qilinadi. Immunitetni mustahkamlash, chiniqtirish kabi belgilarni tavsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Revmatik karditlar, demak yurakning yallig'lanishi bilan kechadigan kasalliklari
albatta bu kasallik vaqtida tashxislanmasa va davo choralari o'z vaqtida boshlanmasa og'ir yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun qancha erta aniqlab va qancha erta davo choralarini tavsiya etadigan bo'lsak, kasallikni demak bartaraf eta olishimiz mumkin bo'ladi.